Bu tajovuz qilib besib kirganlarning hammasi shunday deydi ekan. Biz yordam qilyapmiz bularga deb. Masalan, natsist Germanmi zamonida shu davlatlarni besib Rossiyaga borgan chaqda Sovet Soyuzni bosganda biz qizillardan ya'ni qizil kommunistdan sizlarni qutuldirgan keldik debdi. Ma Yaponmi Manjuriya hukumatining taklifi bilan kirib biz bu yerdagi xalqni qutuldig'ini kelgan deydi debdi-kanda. Endi bu Xitoy kommunistlarimi shuni da'vatidi. Biz bularning eshib ketgan yerini to'g'rilab, undaq bir tuzuk adam qilish uchun manda kamplan saldik deb. Hammasi shu zaminimizni, bizning zaminimizni shu egallab oladigandan-ki qo'ydi-ku shu mangu o'zimning zaminni qilib olaman deganning qo'ydi Xitoy. Shuningdan ansirab shu Uyg'urlarningki azroq o'sib chiqqanini qirqib kelgan necha zamoningizda hozir endi butunlay yo'qdiman deyatdi. Mushunda kundimi yana ma bizningki bu tashkilotlarimiz shu inson huquqi deb yuriydi. Boradigan yeri yana shu inson huquqi bir BDTga bosma shu inson huquqi komitetiniki oshqan yig'inlariga bordi. Bu yerga kim opirdi? O'zlari usib bora olamda, borolmaydi. Shu inson huquq tashkiloti opirdi uni. Inidi pul berdi-ku. Shular BDTda falan vaqtda mushlar yig'in ichildi, beringlar deydi, boradi. Chiqimlarni ko'tardi. Ayıflan biletlerini epirdi, yataktan pullarını tölaydı, üyeye berip, şu yığınğa ya katışıdı, ya katışamaydı, taladı jürüydü. Şunun olan koçağı çıkıp, oy biz müstakillikdaymiz, dep, namayışıqı bağın xalqның içinde vaqırap koydu. Şunun olan kit bardı bu gün, neçe zamanınız şunda kit bardı. Bu insan hukuk tileştigen şu Xitoyninki puhrasi bizga azroq bir siyosatni yumshatib bersa deganli bir gap bu. Bu xalq tushungani unmagan necha vaqtingizda. Hamda hozir tushunyapti nurg'on xalq. Buni tushungandan keyin ma'u kerak emas bizga bu inson huquqi degan Xitoydan oladigan inson huquqining keragi yo'q. Bizning davlatimizning mustaqil bo'lishi kerak. Sen o yolg'on gapni qilib bizni aldima deb chiqsa bo'ladi ma xalq. Bo'lmasa so'rab opirib Xitoyning qo'yniga tashab bersa, ma'qul deydigan ishmi? Ya urug' tuqqanlaringlar Xitoyning kampusiga kirmadimi? Desa, u ozgina bir odamlarning kirmabdi. Nurg'un odamlarning kirib ketdi. Mishada shu inson huquq talab qilayotganlarningki kirib ketgan bo'lsa-mu chiqarib beribdi hozir. Hammasi so'zlashir ekan. Biz menga 4 yil 7 oy oldu. Ailem bilen söylüşemedim. Xalqlarni o'qib baksam ular söylüşür ekan. Xotirjamkan de. Lekin mushu o'tkaldan o'tib olsa Xitoy, mushu irqiy qirg'inchilik degan o'tkaldan o'tib olsa Xitoy, ularni qo'ymaydi. Xotirjam bo'lsin ular. Azroq shu vaqtning masalasi bo'layotdi. Sonuçta umumiy haq kopish kerak. O altı tok bu yerde insan hukuk talep kılman diyorlar. Talep kısa onun mu cacısını belgini buludu. Bu insan hukuk talep kıldığın teşkilatlarının ki Uygur'a vakaleten hiç kanda kilişimge kol koysa Uygurlar tanımaydı. Sen pulunu versen iniydi. Şular biri versen özünün işi. Bu Uygur halk tanımaydı bularını degan bir ishni o'tirib keltirish kerak ma Uyg'urlar. O'tirib chiqarish kerak-da. Bos BDT'ga yezish kerak o xatni. Endi degimi yezish kerak. Biz mallarni tanımaymiz deb.
Bo'lmasa shunda ketaverdi kun. Iniqlib bo'ldi-ku bu ularning aldadig'ini shu inson huquq. Qolgan gaplarning hammasi yolg'on. Aldab kelyapti. Yana birisi mana o'tgan ayninki 30-islar. Mana bu sentabr oyining 30-islarida Turkiyada Tashkilotlar Birligi Turkiyadagi Uyg'urlarning hammasini garajjonlikqa oldigan bo'ldi degan uqtirishdan birini chiqadi. Ichki ishlar ministerligi ayrim telefon urib, ularning hammasini ishini bitirib beradigan bo'ldi dedi. Anglasam hozir birsinimi ag'a yo'q garajjonlikqa texi 2-3 kunning oldida Anvar degan bola 1,5 yilning oldida topshirgan dokumentini qaytarib o'tibdi. Video qilib so'zladi qo'sh bola. Demak, o'sha tashkilotlar har qanday ishda u vatandagi Uyg'urlarningki oyoqda ishlarini bitirish emas, mush chet el muhojiratdagi Uyg'urlarning ishini shunda yolg'on gaplarni qilib, yolg'on uqtirishlarni chiqarib aldayotdi. Shu chaqda men aldamchilik bo'lib qolmasin degandim. Mana hozir 10-oyning 30'i bo'lib ketdi. Bir oy bo'lib ketdi. Shu kunlarda men qarshilik bildirgan ash uqtirishga 5-6 kun turib tursangimamdi deganlar bo'ldi. Hozir mana 30 kun bo'ldi. Birisini mamapti-ku. Bütün hamma inson huquq tashkilotlari bor-ku. Aldashlar xalqni. So'skin seplar. Xalq u yerda nima bo'layotganligini yuqoridagi ishni uqmaydi. Shu tashkilotlarmi, Tashkilotlar Birligi degan tashkilotmi shu inson huquq tashkiloti. Bu yerda mustaqillik tashkiloti emas u. Mustaqillik tashkiloti desa, u yerda tug'izmaslik mumkin Turkiyada ularni. Boshqa yerdagilarmi shu? Shu inson huquqi da'vo qilib, bu yerdan pul ilib, hajlayotgan tashkilotlar u bu yoqqa menga puti yeg tegmagandek ko'rinib, kecha kunduz 24 soat ish qildi, oq qildi, ko'k qildi deb ketadiganlar bor, chapanchilari. Nimani qiladi? Bu yerga bir rasm tushib, bu yerga bir rasm tushib, necha zamondan shuni ko'ryapmiz. O gap shamolga ketib bordi. Ular o yanni o'ynaverib bordi. Ham shunday qilib 1-2 yilni o'tib ketadigan ish bo'lsa, tutkunimiz shu bizniki. Shu Yevropa, Amerika deylik, g'arb ellərində deylik, yaşayotgan Uyg'urlarning var-ku, 2-3 avlodgacha aldırğını İslamdan üzül kesil nere olab ketdi. Aldırmağını 4-5 avlodda tugaydi. Meyaning muhit ashundaq majburlamaydi o. Sen diningdan chiqat deb. O'zligidan chiqdi. Her jihatdan ziyan bor. O vatanni elishtirgan de ularninki uxlab tushidimi yo'q. Dedi-ku qaysi kunayliq bir inson. O vatanni azod qilish bizningki majburiyatimiz emas deb. Yana nim deb bas bo'ladi. Yana shularning chapini ko'tarib yurdi demasmi ba'zi odamlar. Manfaat chiqamdiki ularga o'qimadim.